Assalomu alaykum, shofyor akalar. Shofyor akalar, hozir mana bu zo'r taksidan ko'pchiligimiz foydalanishga qiynalib ko'p bo'lyapti. Ya'ni ko'pchilik mana bot bilan ishlagani uchun ilovadan foydalanishga tushunmovchiliklar bo'lyapti. Ya'ni aslida foydalanish oson, lekin baribir yangi kirgan odamga bu boshqacharoq bo'lyapti shekilli. Shuning uchun zo'r taksini o'sha mega taksi bilan deyarli bir xilda ishlardan qildik. Xo'p, buni nima qilishimiz kerak? Biz prosta boshida o'sha ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak zo'r taksidan. O'tib olganimizdan keyin o'sha oldingi bot qanday ishlagan bo'lsa, o'shasiga ishlasa ham bo'ladi. Mana o'sha gruppaga buyurtmalar tushadi. Namangan Toshkent gruppasiga mana zo'r taksidan buyurtmalar tushyapti. Aytaylik, misol uchun mana bu buyurtma tushgan deylik, Shu buyurtma olmoqchi bo'lsak, shunchaki mana mijozni olishni bosamiz. Ochish tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizda o'sha mijoz bilan chat ochiladi mana bu holatda. Ko'radigan bo'lsa, mana chatda o'sha odamning telefon nomeri turibdi. Shu telefon nomeri ustiga bossak, to'g'ridan-to'g'ri telefon hisobi bo'ladi, ya'ni shu buyurtma bergan odamning ustiga. Mana ilovani o'ziga qaytdi. Xo'p. Yoki bo'lmasam, mana bu joyda qo'ng'iroq degan tugma bor. Buni bosadigan bo'lsak, mana shu akkauntga ulangan Telegram telefon nomeriga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi qaytaylik. Misol uchun mana bunda telefon raqami yo'q bo'lishi kerak. Ochib ko'ramiz. Telefon raqami yo'q. Bunga qanaqa qilib bog'lansa bo'ladi? O'sha oddiy Telegramda bilsangiz, mijozni topish degan tugma bo'lardi. Mega taksida o'sha tugma, mana guruhda ko'rish degan tugma. Shuni bosadigan bo'lsak, mana guruhdan o'sha odamni mana topib beryapti bizga. Ko'rdinglar? Demak, oson o'rganish qiyin narsa emas bu. Endi misol uchun mana bosganimizda ikkita ilova bo'lib chiqyapti. Ya'ni mana bunaqa bo'lib, misol uchun undan ketaylik. Mana bunaqa qo'yapti desani, ya'ni Telegramdan tashqariga ilovaga kirib ketyapti desani. Xo'p, buni to'g'rilash uchun faqat Telegram ichida ishlaydigan qilish uchun mana bu o'sha nastroykasiga kirishingina kerak bo'ladi. Telegramni nastroykasidan mana bu chat sozlamalariga kirib turib, bu yerda mana pastroq o'chirsangiz, mana ilova ichidagi brauzer degan mana bunaqa ikonkalik joyi bor. Shuni yoqib qo'yasizlar. Xo'p, shuni yoqib qaytib chiqamiz. Mana buni endi zo'r taksini olib tashladim. Mana dog'il bosadigan bo'lsam, mana joy nomer turibdi, telefon qilsam bo'ladi. Yoki shunchaki o'sha Telegramdan yozmoqchi bo'lsam, mana buni ustiga bossam, o'sha Telegramga o'tadi. Hozir menda o'tmadi, sizlarda o'tadi. Chunki mana Telegram nomer orqali topmadim qilibdi, shuning uchun o'tmadi. Mana guruhdan izlash qilmoqchi bo'lsangiz, mana bundoq qilsangiz, o'sha qaysi gruppaga buyurtma berilgan bo'lsa, shu gruppadan uni buyurtmachini topib beryapti. Sizlar shunchaki bu odamning lechkasiga o'tib yozib ishlasangiz bo'ladi. Qiyin narsa emas, o'sha bir xil deyarli. Shunaqa gaplar. Mayli, sog' bo'ling. Qanaqadir yana yordam kerak bo'lsa, buni shunaqa video orqali ham tushuntirib o'rgataman.